Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan top 10 eng mashhur animelar haqida gaplashamiz. Nima uchun mashhurligini ham aytib o'taman. Qani unda boshladik. Videomizning 10-o'rnini Iblislar qotili animesi ochib beradi. Anime 4 ta fasl va 3 ta filmdan iborat. Hali 2 ta film chiqqani yo'q. Anime Iblislar va qilichbozlar jangi haqida. Animening asosiy qahramoni esa temir peshona Tanjiro Kamado. Animeda uning hashira bo'lishdagi hayot yo'li, iblislar bilan jangi va singlisini qutqarishdan iboratdir. Anime o'zining syujeti, grafikasi, animatsiyasi va jang sahnalari bilan mashhur. Oy iblisi bilan hashiralarning jangi har doim mashhur va muhokamalarga sabab bo'lib kelgan. Animeni Ufotable premyera qilgan va bu anime tarixidagi eng grafikasi zo'r anime hisoblanadi. Kanalda esa animening to'liq tahlil videolari bor. 9-o'rinda Open, bir zabli odam animesi. Animeda juda kuchli jang sahnalari bor. Anime 3 fasldan iborat. Hozir 3-fasl premyerasi ketmoqda va 4-fasl ham chiqadi. Unda biz bir zabli odam Saitama Garoga qarshi dahshatli kosmik jang olib boradi. Lekin anime o'z grafikasi bilan nomiga noloyiq bo'lmoqda. Bu albatta animatorlarning aybi, lekin mangasi dahshat. Anime nimasi bilan bunchalik mashhur? Animening asosiy qahramoni Saitama. U har bir dushmanni bir zarbada yengadi va anime olamida u eng kuchli personajdir. Uni yengadiganlar bor, yo'q emas, lekin Saitama o'zining pik versiyasida hammani yengadi. Animening mashhurlik tomoni ham shunda. 8-o'rinda 8 ta fasldan iborat bo'lgan Mening qahramonlik akademiyam animesi. Anime yosh qahramon bo'lishga qaror qilgan Deku haqida. Anime yoshlar orasida qahramonlik orzusi haqida. Qahramon bo'lish orzusidagi o'smir Deku kuchli qaror va iroda bilan UA akademiyasiga kiradi. U va do'stlari birga qiyinchiliklar, jinoyatchilar va testlardan o'tishadi. Adolat, do'stlik, kurash, o'sish, jamiyat va super qobiliyat mavzulari animeda ochilgan. Animeda juda ham zo'r jang sahnalari bor va anime qiziqarli. 7-o'rinda Vinland Saga. Vinland Saga animesi 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlar uchun shu yoshdagi odamlar animeni ko'rishda tushunishadi. Anime voqealari vikinglar davrida bo'lib o'tadi. Asosiy personaj esa Thor. Thor janglarda odamlarning o'limidan charchab, oddiy zerikarli hayotda yashashni xohlaydi va bunga erishadi va uning o'g'li ham dunyoga keladi. Thorfinn, u ham animening asosiy personaji. Anime hayotiyligi va tarixiyligi bilan mashhur. O'zingiz ko'rsanglar tushunib olasizlar. 6-o'rinda Bleach animesi. Anime 2004-yildan boshlab chiqishni boshlagan va 366 qismdan iborat. 2022-yil esa Bleach 1000 yillik urush animesi ham chiqqan. 28 ta qism bilan. Asosiy qahramon Ichigo Kurosaki. Oddiy o'smir, lekin u ruhlarni ko'ra oladi. U tasodifan Shinigami kuchlarini oladi va o'lim ruhlarini yovuz ruhlardan himoya qiladi. Asosiy mavzular do'stlik, mas'uliyat, o'sish, shaxsiy kuch, yovuzlikka qarshi kurash va ruhiy olamlar bilan bog'liq sirlarni ochishdir. Anime nima uchun juda ham mashhur? Birinchidan syujet va qismlar ko'pligi animeni boyitgan va hamma narsani tushuntirgan va Bleach animesi tarixdagi eng zo'r va eng ko'p janglarga ega animedir. 5-o'rinda Dragon Ball Z Ajdaho to'pi animesi. Anime 1989-yildan chiqishni boshlagan. Asosiy qahramon Goku Saiyan irqidan bo'lgan jangchi, kuchi bilan dunyoni himoya qiladi. Anime davomida Goku va do'stlari Z dushmanlar Frieza, Kale, Majin Buu va boshqalar bilan kurashadi. Asosiy mavzular esa do'stlik, oilaga sadoqat, o'sish, cheksiz kuchga erishish, yovuzlikka qarshi kurashdir. Anime 5 ta sagaga bo'lingan, 291 ta qismdan iborat. Anime butun dunyo bo'ylab shonen janrining eng mashhur anime seriyalaridan biridir. Manga va anime bo'yicha millionlab nusxalar sotilgan. Video o'yin, ketkalar va merchandising juda mashhur. 4-o'rinda O'lim kundaligi animesi. Asosiy qahramon Light Yagami, o'ta aqlli va idealist o'quvchi. U tasodifan O'lim kundaligi kitobini topadi. Bu kitobga ism yozilgan shaxs o'ladi. Light uni dunyoni yaxshilash va jinoyatchilardan qutulish uchun ishlatadi. Asosiy dushman El, dunyodagi eng aqlli detektiv. Light va El o'rtasida murakkab psixologik jang boshlanadi. Asosiy mavzular axloq, adolat, kuch va javobgarlik, etik dilemma, strategiya va manipulyatsiya haqida. Nima uchun mashhur anime? Global miqyosda katta fan baza va pop madaniyatiga ta'sir ko'rsatgan, yaxshi yomonga qarshi janglarni ko'rsatgan. Manga va anime millionlab nusxalarda sotilgan. 3-o'rinda Naruto animesi. Naruto shak shubhasiz animelarning otasi. Anime deganda anime muxlisi bo'lmagan odamning ham xayoliga Naruto keladi. Naruto animesi 2 ta katta anime serialga va 9 ta filmga bo'lingan. Birinchi faslda
220 ta qism, ikkinchi faslda esa 500 ta qism bor. Animeda 300 dan oshiq main personajlar bor va animening asosiy qahramoni Naruto Uzumaki, Konoha qishlog'idagi yosh ninja. U o'z ichida Kyuubi, 9 zo'mlik turkiy kuchini yashiradi. Bu uni boshqalari bilan ajratib turadi. Naruto ninjutsuni o'rganib, do'stlari bilan birga Konoha va boshqa olamlardagi turli xavf dushmanlarga qarshi kurashadi. Asosiy mavzular do'stlik, sadoqat, o'sish, o'zlikni qabul qilish, Jinchurki va ninja dunyosi. Ikkinchi o'rinda esa eng zo'r olamga ega bo'lgan One Piece animesi. One Piece 1999-yildan beri premyera qilinib, qismlari chiqaveradi. Asosiy qahramon Monkey D. Luffy, dengizchilar qiroli bo'lishni xohlovchi yosh qahramon. Luffy o'z do'stlari bilan birga One Piece xazinasini topish va dengizlarda sarguzasht qilishni maqsad qiladi. Syujet davomida ular kuchli dushmanlar, dengizchilar, piratlar va turli mintaqalarda sarguzashtlar bilan duch kelishadi. Asosiy mavzular do'stlik, sadoqat, orzular, erkinlik, kuch va adolatdir. Anime shu dekabr oyi holatiga ko'ra 160 dan ko'p qismga ega. 16 dan oshiq rasmiy anime filmlar bilan anime keng va qiziqarli dunyosi bilan mashhurdir. Va nihoyat birinchi o'rinda Titanlar hujumi animesidir. Animeni tushunadigan har bir inson uchun bu anime birinchi o'rinda turadi. Asosiy qahramonlar Eren Yeager, Mikasa Ackerman va Armin Arlet insoniyat devorlari bilan o'ralgan shahar ichida Titanlardan himoyalangan devorda yashashadi. Syujet davomida Eren va uning do'stlari Titanlar va ularni yaratganlar sirini o'rganishadi va barcha sirlarni ochadi. Oxir-oqibat Eren asosiy titan kuchi bilan Yerning 80% aholisini yo'q qiladi. Asosiy mavzular erkinlik, adolat, insoniylik, qasos, fitna, urush va axloqiy dilemmalar haqida. Anime 4 ta fasl va bitta anime filmdan iborat. Bu anime syujetining murakkabligi, o'limlar, kelajak va o'tmishning davom etishi, kim yovuz, kim qahramon noma'lumligi bilan mashhur. Animeda qora fantaziya, post-apokaliptik olam janrlari ham bor. Xullas, men uchun ham bu anime shedevrdir. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerimni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opsiyaniyada qoldiraman. Top 10 eng mashhur animelarni aytib berdim. Agar xatolari bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar va qiziq bo'lsa videoning ikkinchi qismini ham chiqaraman. Anime yangilarini esa My Anime News Telegram kanalidan kuzatib borsanglar bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan top 10 eng mashhur animelar haqida gaplashdik va video haqida va animelar haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq shu tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha